Nexia 1 va Nexia 2 avtomobillarini polniy hadovoyiga nima zapchastlar ketadi va necha pul ketadi akalarim, bugun sizlar bilan shularni ko'rib hisoblab chiqamiz. Faqat videodan oldin profilga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin akalar. Xo'p akalarim, amazonlardan boshlaymiz. Old-orqa komplekt JN Xitoy bo'ladi. 450 ming narxi. Sharovoy Ester koreyskiy originali bo'ladi. 160 ming. Nakonechniy Ester koreyskiy originali bu ham 160 ming. Bular akalar oldi amazonlar atboynilari bo'ladi. Donasi 20 mingdan jupi 40 ming. Orqa prujina rezinkalari 20 mingdan 40 ming. Mushtilari akalarim 25 mingdan 50 ming originali. Apornilari 70 mingdan 140 ming. Taqarchasi 25 mingdan 50 ming. Orqa amazon rezinkasi 4 tas komplekt 25 ming so'm. Sani blogi 25 mingdan 50 ming. Rulavoy yong'oq sani blogi akalar jupi 30 ming va gantel rezinkasi bo'ladi bular. Originali 20 mingdan 40 ming. Akalarim shu ko'rib turgan polniy zapchasilar sizlarga naqd 1 million 235 ming so'mga aylanyapti. Ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketaman, bu zapchasilar akalarim o'rta miyonasi, ya'ni bulardan qimmatlari ham bo'ladi, bulardan arzonlari ham bo'ladi akalarim. Sizlarda qimmat ekan yoki sizlarda arzon ekan degan fikrga borib qolmanglar. Men sizlarga o'rta miyonasini cho'ntak ko'taradiganini yig'ib solib berdim. Bu videoda Nexia 1 bor, Nexia 2 bor tanishiga jo'natib qo'ysalaring, polniy hadovoyiga necha pul ketishi va nima zapchasda ketishini o'zlari uchun bilib oladilar. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, har doimgidek kommentariyada bir dongacha baho berib ketish esingizdan chiqmasin. Joninglar sog' bo'lsin akalar.